Belorussiya davlatiga chaqirib olingan o'zbek muhojirlariga atiga $500 ish va'da qilingan. Bularning bari Belorussiya davlatiga borgandan keyin bu va'dalar berilgan. Afsuski, ularga O'zbekistondaligida ishning qiymati eng kamida $1000 dan $1200 gacha va'da qilingandi. Lekin afsuski, bunday summalar faqatgina havoyi gaplar bo'lib chiqqanini bu akamiz ham tasdiqladi va o'sha yerda bo'lib turgan o'zbek muhojirlari ham o'z fikrlarini bayon qildi. Ularning aytishicha, faqatgina $500 berarmish. Oziq-ovqat, turar joy hammasi o'zlarining hisobidan ekan. Ular bundan norozi bo'lib, agar ish haqini oshirmasa O'zbekistonga qaytishlarini talab qilishgan. Bu fikrlarga Shuhrat Musayev ham o'z fikrini bildirgan. Avval bu akamizning fikrlarini eshitamiz, keyin bo'lsa Shuhrat Musayevning fikrini eshitamiz. Mana misol hozir ish beruvchi bilan gaplashdik, Shamsniki голосовойlarni ham eshitdingiz o'zingiz, sizga zapis qilib tashlab qo'ydim. $500 dan oshiq ish bo'lsa ketishaver dedi. Men undan oshiq pul bermayman dedi. Men qolgan hammamiz yo'q, $500 ishlamaymiz. Endi mana menga men ham gapiraman. Hurmatli hokimimiz, bayda $500 dan ishlaydigan bo'lsak, $200 dan qornimizga ketsa, $100 dan misol sovun-povun kirpirimizga, soda podalariga ketadigan bo'lsa, $200 uchun bayda yurishib, vaqtimizni o'tkazdirib sarson bo'lishimizning foydasi yo'q. Bunda O'zbekistonga qaytib jo'natib o'tgani yaxshi. Tugamadingiz? $500 oylik aytyapti, yemog'ing o'zingdan, yotog'ni o'zing to'laysan deyapti. $200 dan unga chiqsa $200 pul qolyapti. Uni O'zbekistonda biz undan ko'proq topamiz. $500 dan ko'p. Ular aytyapti, ket demayapti-yu, kechgacha hal qilamiz dedi. Shuni hal qilishlarini so'raymiz. Shu. Ha, endi nima qilish kerak? Sizlarga $1000 dan pul berish kerakmi? Kecha Instagramda ko'ryapmiz, tarelka berdi temirdan, chashka berdi, qoshiq. Sizlarga nima tillodan tarelka berish kerakmi? Ha, borgan ekansizlar apshadan joqi beribdi. Hammaga bittadan karavot, hammaga bittadan padadyani berib, oppog'ini solib qo'yibdi. Nima qilish kerak sizlarga? Ketishdan oldin aeroportda rosa shatalaq otib o'ynadilaring. Ha, o'zinglar ham bilmaysizlar, belaruslar kelib Rossiyaga ishlaydi-yu. $1000 ga. Sizlar borsizlar $1,5-2,000 beraman. $500 dan sekin ish joyi qo'yasizlar. Borib uyda obzor qilishni boshladi, ko'rib turibsizlar. Ba'zi bir odamlar oilasini olib boribdi. Jinni odamlar ham ko'pda. Hali bormagan, sinalmagan joyga xotin bola chaqasini ham olib boradimi? Xudoga shukr qilsin, o'shalarga ham adina xona beribdi. Borgandan keyin sekin-sekin sharoit qilasizlar. Sekin-sekin u yerga ham chichishni boshlaymiz, bir-birimizni aldashni boshlaymiz. Bir-birimizni kidat qilishni boshlaymiz, narx-navolar qimmatlashni boshlaydi. Dokumentlar qimmatlashni boshlaydi. Endi sekin-sekinda hamma narsa birdaniga bo'lib ketmaydi-da. Sirrozi video qilib, palon bo'lyapman, ikkita bittadan olma berdi. Ha, nima berish kerak sizlarga? Shukr qilinglar, shukr qilishni ham o'rganinglar. Ha, aeroportda rosa shatalaq otib o'ynadilaring-ku. Endi yoqqa borib olibdi, video qilib bittadan olmay berdi, hali bittadan to'q go'sht ham beruvdi. Juda bir noinsof odamsizlar-da. Bu hali boshlanishi. Hali borgandan keyin hali yerda ham chichamiz, yerda ham bo'xlashtiramiz, hali ko'rasizlar. Belorussiya davlatida bo'lib turgan o'zbek muhojirlarining fikriga Shuhrat Musayev ham shunday deb o'z fikrini bildirdi. Shuhrat Musayevning gaplarini berishdingga. Belorussiyaga ketgan ukalarimiz Belorussiyaga borganidan, o'tdagi sharoitdan va berilayotgan pullardan norozi bo'layotgan ekan. Men shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bu joyga borishdan oldin menimcha birinchi o'rinda o'tda hamma qancha pul to'laydi degan savolni beradi. Bu bir. Ikkinchidan, qanaqa sharoitga boryapmiz? Uy joyini o'zi qilib beradimi, yeb ichishni o'zi qilib beradimi yo biz qilamizmi? O'shanga qarab hisob-kitobini oladi. Va kelgusida men aka-ukalarimiz shunaqa qiynalib qolmasligi uchun shu narsani aytib o'tmoqchimanki, yaxshilab surishtirib olinglar. Chunki Belorussiya bu Rossiya emas. Belaruslarning o'zi Rossiyaga ishlagani borib yuradigan odamlar. Keyingi masala, Andijon viloyati hokimi bu masalada endi bir yaxshilab yordam berib yuboradi shekilli. Minglagan qora ko'zlarimizga. Bo'lmasam bo'lmaydi. U $200, $300 uchun Belorussiyaga borib ishlagandan ko'ra arava tortib o'zimizda ishlasa, arava tortsa ko'proq pul topadi. Shu narsani aytib o'tmoqchi edim. O'rtoqlar, videoni tarqatib qo'yamiz. Andijon viloyati hokimiga yetib borsin. Birinchi kundan o'zlarining fikrini bildirgan akalar, ertasi kundan esa bularning bari adashib chiqarilgan videolar haqida gapirdi va ular yeyotgan ovqatlarni ham yaxshi ekanligini ta'kidladi, hattoki sharoitlar yaxshiligini, hech qanday muammo yo'qligini aytib o'tdi. Do'stlar, bu videoni ham bir ko'ringga. Agarda sizlarda qandaydir fikr tug'ilib qolgan bo'lsa, bemalol kommentariy yozishingiz mumkin. Men barcha fikrlarni o'qiyman. Assalomu alaykum do'stlar, mana butun ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan mana ukamizni mana birga abd qilyapmiz. Abduxoliq bilan
Abduxoliq ukam. Qanaqa sharoitlar? Salomga hammaga yaxshiliklar, charchagansizlarmi? Xudo xohlasa mana oshxonalarimizga keldik. Ishlarimizni oshxona. Albatta shu qanday ofatlar bo'ladi, bugun birinchi kunimiz, birinchi haftamizga ertaga kechganmiz. Omad ko'rgan o'tdik. Hamma yaxshi xudo xohlasa. Ovqatlanib, ertadan boshlaymiz. Hozir muammo yo'q xudo xohlasa. Hammaga rahmat. Rahmat ukam, sog' bo'ling mana. Ukamiz bilan birlamiz. Mana ukamiz bilan hamma yo'l joyida bizda sharoitlar. O'zbekistondan kelgan, Belarusga ishlagani kelgan akalarimizga ko'ngilli xotirjam qilib, bemalol ish qilinglar. 1-2 oy sinov muddati bo'ladi deyapti. 1-2 oy sinaysan, unga qarab turib, o'zingni qo'lingdan keladigan ishlar bo'yicha bo'laman deyapti. Biz shunaqa dagovor qildik. Misol uchun kim qo'ldan nima ish kelsa, ashi ish qilib o'zini ko'rsatadi, oyligi undan ham ko'tariladi. Hammaga rahmat, charchamanglar. Hamma ishlarga omad tilab qolaman. Sog' bo'ling ukam mana. Ko'rishamiz, kechlarga rahmat. Hamma yo'l joyida.